Aytgancha, kimga qiziq bo'lsa, bir oyda qancha pul ishlaganimni video qilib chiqishim mumkin. Bu video ko'pchilik bilmaydigan TikTok Studio haqida bo'ladi. TikTokning ofitsialniy TikTok Studio degan ilovasi bor, buni ko'pchilik bilmaydi. Bu yerda masalan nimalar qilish mumkin, nima vazifalarni bajaradi bu? Masalan, boshqa avtorlarni, ya'ni boshqa blogerlarning statistikasini ko'rsangiz bo'ladi bu haqda. Mana shu video haqida ma'lumot olasiz. Kommentariyalari xuddi o'zingiz statistikani ko'rganda ko'rib chiqsangiz bo'ladi bu yerda. Yana bitta nimasi, statistika o'zingiznikini ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, bir haftalik statistika 87 ming nima, prosmotr, kommentariya, qancha pul ishlaganimni aytgancha, kimga qiziq bo'lsa, bir oyda qancha pul ishlaganimni video qilib chiqishim mumkin. Kommentariyada yozib qo'ysanglar. Keyin masalan poiskoviy zaпрос, akkaunt ochish degan so'zdan ko'proq odamlar qidiryapti ekan TikTokka kirib. Keyin bu yerda monetizatsiya bor. Monetizatsiya qaysi nimalardan monetizatsiya ishlayapti, ya'ni pul ishlayapman, shularni qanday ishlayapti, avtorlar haqida. Bu yerda upravleniya bor. Ya'ni o'zingizni videolaringiz haqida informatsiya olasiz. Bu yerda sizlarga bosib, загрузка bosganingizda masalan, mana shu videoni qo'ymoqchiman. Daliga bosasiz. Yana bitta daliga bosib, bu yerda запланировать publikatsiya, ya'ni oldindan masalan mana shu videoni 14-kuni soat 15:14 da chiqsin deb turib, ana shu kuni avtomatik publikovat, ya'ni o'zi videoni joylab oladigan qilib qo'ysa bo'ladi. Eng zo'r afzalliklardan bittasi mana shu. Bu yerda yana nimalar bor? Masalan, avtomatik subtitrlar bor, avtomontaj. Shu yerdan avtomatik video mana загрузка qilsangiz bo'ladi. Shunaqa eng zo'r afzalliklari bor. Bu yerda kontentlar haqida informatsiya. Masalan, 7 kunda mana shu Google istoriyasini o'chirish degan video ham 34 ming prosmotr olibdi. Bu yoqda qolgan nimalar qancha nima olyapti? Bu yerda 365 kunda 60 kunlik nimasi bor. Zritellar haqida informatsiya olasiz. Masalan, pol 72% erkak odam kuzatarkan, 26% женский 2% средний rodlar kuzatar ekan. Bu yerda mana 55+, ya'ni shu qari odamlar ham kuzatar ekan. Joylashgan, ya'ni qayerdan ko'proq meni kuzatishadi. Rossiya, Qozog'iston, Другой, Niderlandiya, Turkiyadan kuzatishar ekan. Bu yerda meni mana avtorchi kontent также смотрели ваши зрители deyapti. Meni kuzatgan odamlar boshqa yana qaysi blogerlarni kuzatganligi haqida informatsiyalar bor. Mana shu nimalarni kuzatgan. Shunaqa informatsiyalar bor. Подписчиklaringiz haqida masalan 5550 подписчик bor, чистый подписчик deyapti, 176, ya'ni 35 +46% o'sgan deyapti. O'sishda davom etyapti deyapti. Подписчиklaringning 79% erkaklar deyapti. Возраст 25 dan 34 yoshgacha eng ko'p kuzatadigan, eng ko'proq kuzatadigan nima deyapti? Rossiya 14% Rossiyadan kuzatyapti, O'zbekistonda 7,2% kuzatyapti deyapti. Shunaqa har xil informatsiyani olsangiz bo'ladi. Kim agar TikTok yuritmoqchi bo'lsa, kommentariyada yozib ketsa, shular haqida video yuritib qo'yib berishim mumkin. Ya'ni serial qilib, qanday birinchi qism, ikkinchi qism qilib, noldan meni hozirgi o'qitimgacha